Yana shit temasi. Mushtimiz katalog hisobini olmay biz 3 cm shitni tepaga qo'yib yuborganmiz. Hozir bu shitni o'rnatish uchun 3 cm sig'mayapti. Bu yerga qo'ysak, katalogga tirab qo'ysak, buni eshigi silovoy shitni eshigi ochilmay qoladi. Endi nima qilamiz? Bu shitni biz 5 cm tushiramiz, 2 cm zapasi bilan. O'shanda bu yerga mana silovoy kabellar turgan joyga, slabatochniy kabellar turgan joyga bu shitni o'rnatamiz. Bu oldi tarafi. Mana shuni chiroyligina qilib mana shu yerga o'rnatamiz. Birinchi navbatda buni sal 3 cm tushiramiz, 5 cm tushiramiz. Bu yerga bemalol joy bo'ladi. Az bitganini ham video qilib tashlaymiz. Mana. Tarafdan aylanib tushyapti. Buni 5 cm emas, 6,5 cm tushirildi shit. Endi kabellar obratni tiqamiz anosini. Bu yerga buni o'rnatamiz. Mana qo'shdi svet qilolmadik qilishga kabellarini. Buni shitni ilib, o'sha kabellar chiroyli taxlab, shitlarni qotirib, kabellar orqa tarafga o'tyapti. Chiqib chiqdi. Shitimiz